Nafas havoga aylanganda. Beg'ishlama. Söyümlik okurman. Siz o'qish oldida turgan doktor Pavel Kalaniti qalamidagi Nafas havoga aylanganda nomli kitobning Uyg'urcha tarjimasiga beg'ishlama yezish sharpiga noil bo'lganimdan cheksiz iftixorlik ilkida bu kitob va tarjimasi haqida qisqacha to'xtalmoqdaman. Dunyoga mashhur Amerika Stanford tashuvasining yosh nervi tashqi kasalliklar doktori Pavelning o'lib ketishi oldida yozgan bu kitobi o'lim va hayotning qimmati haqidagi tugmas savollarga qoyil qilarlik javob beradi. Shundoq, u bizdan vaqtsiz ayrildi. U o'lib ketganda texi 37 yoshda edi. Bir tiniq bilan aloqamiz uzildigan bu dunyolikning qizg'angudek nimasi bordi? Acaba bu hayotning qimmati shuncha ko'p odamlar qo'g'lashayotgan pul va rohat farog'atmidi? Qachon o'lib ketadiganligimizni bilmasakmi, lekin hamon o'lib ketadiganimiz hammamizga ayon. O'lim ba'zida yosh ayrimaydi. Bugun havodan erkin nafaslanib yashagan bo'lsak, erta nafsimizning havoga aylanishi tamoman mumkin. Shundoq ekan, bugungi ilkimizda bu hayotimizni qanday qilganda haqiqiy qimmatga ega qila olamiz?